Eng yomoni bu muammo minglab odamlarda bor, lekin buni ko'pchilik kasallik deb hisoblamaydi. Bir narsaga e'tibor bering. Oldin filmni oxirigacha ko'rardingiz, kitob o'qirdingiz, suhbatlashayotganda diqqatingiz joyida edi. Hozirchi telefonni qo'lingizga olasiz, nima qilmoqchi bo'lganingizni unutib qo'yasiz. Bitta ishni boshlaysiz, boshqasiga o'tib ketasiz. Kun bo'yi ishlaysiz, lekin kechqurun o'zingizga savol berasiz. Men bugun nima qildim o'zi? Ko'pchilik buni dangasalik deb o'ylaydi. Aslida esa miya doimiy axborot bosimida qolgan bo'ladi. Miya ham mushaklarga o'xshaydi. Uni tinimsiz ishlatsangiz-u dam bermasangiz, birinchi bo'lib diqqat, keyin xotira, keyin esa ish unumdorligi pasaya boshlaydi. Demak, nima qilish kerak? Har kuni kamida 30 daqiqa telefonsiz vaqt ajrating. Uyqudan oldin 1 soat ekranlarga qaramang. Agar unutuvchanlik, bosh og'rig'i, diqqatni pasayishi uzoq vaqt davom etsa, sababini aniqlash uchun nevrolog ko'rigidan o'ting. Konsultatsiyaga yozilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.